Biz bugungi darsimizda Adobe Illustrator'dagi ro'yxatlarning ulanmaslik masalasini hal qilishni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqdan xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Adobe Illustrator'dagi ro'yxatlarning ulanmaslik masalasini hal qilishni ko'rib chiqamiz. Unda bo'lsa biz Mahmud Qashqar buvimizningki tarjimaning bir qismini ilib Illustratorga choplaylik. Ko'rayotganinglardek tarjimalarni choplagan vaqtda mana shekilli parcha chiqadi. Buni Adobe Illustrator'ningki ilgirki nashrlarda qilish uchun edit kirib, bu yerdagi preferences kirib, bu yerdan type kiratdik. Type kirgandan keyin bu yerda mana rasmga o'xshash tanlanma chiqadi. Biz bu yerdan ikkinchi tanlanmani to'g'ri belgisini qo'ydik. Agar meningki ishlatganimga o'xshash eng yangi nashr bo'lib qolsa, o shaklda tanlanma chiqmaydi. Bevasi hozir biz ko'rib o'tmoqchi bo'lganga o'xshash hal qilsak bo'ldi. Ya'ni xatni tanlab, Windowsga kirib, bu yerdan biz type'dan bu yerdan paragraf, ya'ni Alt Ctrl T ni bosgandan keyin mana shaklda chiqadi. Chiqqan vaqtda bu yerdagi 3 ta chiziqni bosgandan keyin mana shaklda tizimlik chiqadi. Bu tizimliklarning keyin mana bossak, ko'rayotganinglardek o'zgardi degan gap. Undan keyin biz bu yerdagi sonlarningki o'zini arabcha chiqib qoldi. Buni biz normal kunlik turmushimizda ishlatayotgandek hal qilish uchun yana Windowsga kirib, bu yerdagi properties ni tanlaymiz. Mana buni tanlab bo'lgandan keyin mana shaklda chiqadi. Chiqqandan keyin buni besib, bu yerdagi o'rinni biz right to left degan bessak, mana shaklda normal chiqadi. Biz bu yerdan xohlagancha fontlarni tanlash orqali ishlasak bo'laveradi degan gap mana. Bu shaklda. Undan sonra darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.